Jamoliddin Said nomliq yozuvchi siz bo'lasiz-ku deyman. Nomliq? Ha, keling. Ya, axir topdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Yaxshi tudingizmi? Yaxshi. Salomat tudingizmi? Eshitishlar. Tinchlik. Vallahi obdan tudi. Yomon emas. Yetib kelish oldida turayotgan qurban etingizga muborak bo'lsin. Rahmat. Sizning hayitingiz muborak bo'lsin. Keling, o'tiring. Hay, ulug' bir asarga tutush kelib kelsizda. Beqaror vaqtida kelib qopti menda. Men o'sha toza yizib chig'imda kelgan mehmonlarga nayt o'ch. Siz o'ch emas tursiz. Kerak yo'q. O'tiring. Rahmat. Ey, mehmon keldi, choy. Bo'l. Bakadan baka o'tirish. O o'rin nadallarning ishi. Sizni hech taniyamidimi? Men tanımayız. O boshqalar 20 ming metr yerning ostidagi nefret, ko'mir konvoylarini bayqay olgani bilan meni bayqay olmaydi. Undaqda nom sharifingiz kim ekan? Degilamaydi. Og'zingiz boshmiki. Agar men o'zimni oshkorlaydigan bo'lsam, nurg'un yozuvchilar o'zlarining yozuvchilik hayoti bilan qo'shilishadi. Nurg'un nashriyatlar meni baldirib bayqayamag'anligi uchunlar o'zlarini qachatlaydi, apadim. Sizlik gap qilib ekansiz. Bugun bu yerga asar olib keldingizmi yoki? Albatta asar ekilimizda. Ha? Maqaram. Hozir shaharlashish nayt tez taraqqiy qilyapti. Shunga shahar baldiri bilan yez baldirining nayt farqi cho'ng. Masalan, qaysi tarafdan deysiz? Alaylik. Sinf o'xshash, muallim o'xshash, darsga o'xshash. Ma shahar baldiri tabiat dunyolardan ko'p uchrashib turmaganlik uchun kundalik turmushdan nurg'un narsani tushunmayapti. To'g'ri. Bu tarafini nayt yaxshi ko'rsatibsiz. Shunda. Demisimi shahar ballari bo'libmish yezigilik, ishlab chiqarish, ushaq turmush detallarini faqat televizordan, kitobda ko'rdi-da. To'g'ri dedingiz. Shunga men mish ballarni ko'z tutib bir hikmat qomus tuzib chiqdim. O'qib beraymi? O'qing. Shuni olasiz, ha? Başla. Daryoda qandoq tash yo'q. Quruq tash yo'q. Pilning o'ng qo'liga nemaga o'xshaydi? Sol qo'lga. Oyning yuzida nima uchun dog' bo'ladi? O nacharmaylan shu kiyarligi uchun. Odam uxlashdan burun nimani unutib qolmaydi? Mana, tushunmaysizda. Ko'zni yumish deganga o'xshaydi bizda bir qator ishlarda. Endi qada bo'lamdi-ku? Bo'ldi. Bakayda atrofda o'ynaysiz. Jim deyman. Hozirga tamoq yeb qochib qilib, unda lag'aylab yurgan zaman emasda. Shu davrda hozir. Xo'sh. Siz yuqorqilardan boshqa yana qanday narsalarni yozdingiz? Deymi demaydi. Da? Demisiniz men qanday bilaman? Bo'pti men dey. Maqaram. Hozir degan vaziyat cho'ng yaxshi. Turmushimiz bayashar. Hissiyatga to'sintaydak chamchib turdi. Men yaqinda ehtiyotsizlikdan bir 3-4 o'sha maqola yozdim. Nima? Ehtiyotsizlikdan? Ya, bunda bir tamoq singdirgach deyman. Qaraganda sizning 5-6 kitobingiz nashr qilingan ekan-da. Shunday. Nima? Ha? Maqara. Amaliyotda yaxshi kala mo'zay vaqtini boshlab bilinadi. Men shu boshlang'ich birinchi sinfda o'qiyotgan chig'imdilar. Min ko'plik she'r, 5-6 romanni yodi biladi. O'ttir maktabga chiqqan chig'imdiga, Ma'mad qizlar xat yozsam, "Omad qizlar", deb javob beradi. Xo'sh. Sizning nom sharifingiz zada nima? Balkim taxallusingizmi bor? Siz taxallus deb qolibsiz, afandim. Taxallus ham bizni aylansin. Ha? Bizni boshqarga ananiki boshqalar. Maqra. Mushu umringizda bir xotin bilan bir uyda o'tayversiniz, xuddi akishingizdak bo'lib qolganga o'xshash. Mush bir taxallusni ishiltayversiniz, o taxallusingiz xuddi sizning dadingizning ismiga o'xshab qolgan deyman. Oy, kimdan? Ishimizni o'zi olmang yana. Hozirga bexatar ishlab chiqish vaqt. Men ishlayapman yana. Haqiqatan qiziq odam ekansiz. Sizning yozgan narslaringizni o'qigan odam necha kungacha kulgudak. O'qigan odam deb qolsiz, afandim.
Ben taza izbatkan çıkımda külümen dep siya demek ki ülüp ketken kalemlerimden sani yok. Muharrik görüm. Yana qada qiziq narsalarni yazdingiz. Elbette halk yazımızda. Halk oylaganını oylaymiz. Halk köngül bölgen köngül bölümüz. Halk jığlaganı jığlaymiz, külgenge külemiz. Buni intayin to'g'ri qilibsiz. Siz yuqorining chaqirig'iga aktiv ovoz qo'shib, davr bilan teng ilgirlatdingiz. Şundak. Appani kimasa dadan şurga hikmet yapamiz. To'g'ri aytdingiz. Siz odatda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Ben adette ta hazır kelgichi halk üçün uxladım. Halk üçün xiyal sürdüm. Halk üçün haksız tabiat dünyalarını küzettim. Halk üçün işlarga haksız baha verdim. Nadallarga haksız tinmay pendi nasihat kıldım. Şuna ben özlemge şeref bilen Osman el-Bayani aldı peş. Osman el-Yarani çok ündeş dep şerefimden ben. Taxallus deganning ana-manasini ko'z tutibsiz-da. Doğru dediniz. Moşa kat taxallusla xuddi qo'ziq dop yarashgandek ajoyib yarashdi desa. Yarışıptı. Ras yarışıptı. Bulutmun şu aldı peş degeni sizge xo'p yarışıptı. Hamma dem shunda davatdi. Ammo Osman el-Yarani cho'ng undash deganni toza tushunamadim ha. Voy, bayatda bizimiz kelsa tushundim sizda. Maqaram. Men sizga oddiy qisqa qilib tushuntirib qo'yay. Gapdan to'sqalsa kelsak, barliq shu yozuvchi, muxbirlar uxlasa men uxlamay tik turib, qishmi yoz. 1 minutda tanab chiqmay, haqsiz ishlayotgan arbobman. Şuna bir cho'ng undash deginim. Özem men yigana tangda siz demakdirman. Qaltis. Manda gap borchu bu yerda. Endi amaliyotda shu jahon adabiyotida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Jahon adabiyoti. Mushu dunyo Jaloliddin Said. Mushu Uyg'ur adabiyoti. Shu yozishni Voy, siz buyani chamg'u zadak bazir deganman. Voy. Siz o'liqi. Sizlar tanishamsizlar? Sizliki tatlı qo'l restoranining direktori Ahmad Oshpaz bo'ladi. Masho. To'g'ri. Men sizning dargoyingizga naganlarni berib turman. Rahmat. Men sizning oshxonangiz ustida bir tadqiqot olib beryapman, afandim. Rahmat. Ko'l bilganingizga rahmat. Mana at deganda yaxshi niyatli odamga uchirdim desa, bugun ishimni hammasi tugab ketgidek. Xo'sh, o'tiring. Shu Meni izlaydigan bir ishimiz bormi? Qarang, men sizni izlamayman. Men 60 odamdan so'rab, bu Jamoliddin Said degan yozuvchini aram topdim. Meni bir necha qiz gapim batman bir deyolay. Ey, xata. Ey, nadan. Shu topsiz arxivingizga necha 14 yilgidek xatolik sodir qildingiz, afandim. O neymiş oldu? Jamoliddin Said nomli yozuvchi oldida mana tug'an ash yuzidan nur paqirab turgan zot emasmi? Voy, hay nadan. Astagfirullah. Voy, qattiq qo'lingiz amman, xabanman. Men aldachiqda almashtirib qo'ydim. Kerak. Men bak muhim, Jiddiy bir ishlar izlab ay afandim. Hayajonlanmang. Biz hozir jiddiy bir masala ustida muhokama yurgizyapmiz, afandim. Şu bizning suhbatimizmi asosan oxirlashib qoldi. Qanday gapingiz bo'lsa, yo'q. Siz xatolashdingiz. Bizning so'ktimiz Xudoyim bo'lsin endi boshlandi. Voy. Bak, meni ishim bak yuribdi. Sizlarni ko'p vaqtinglarni olmayman. Men bu yozuvchi efendimni restoranimga atab bir beg'ishlab yezib beramdiki deb kelishimdi. Siz nima deb jo'yilyapsiz, afandim? Biz yozuvchilarning unda ushshab o'pkis zafihalarga beg'ishmazga vaqtimiz yo'q, afandim. Biz hozir jiddiy masala ustida muhokama yurgizyapmiz. Shu topdan nurg'un odamlar buzil qurboniyatda sonsiz salomdok quymoqmi? Qo'yig'ilami yoki so'yig'ilga jiddiy masalaga to'xtalyapti. Bizim suyimli ayollarimiz qiziq qazonga yog'ni quyib kelib turib, bizning jiddiy yakun chiqishimizni kutyapti. Agar jiddiy yakun chiqamsak, u qazon yog'lar o't ketib, yong'chilik sirimizga ig'ir tahdid olib keladi, afandim. Allah. Turmushning noit inch kirdi ekansiz juma. Siz har qatim meni restoranga borgan vaqtingizda bir marta 10 qatim u yoqqa, 10 qatim bu yoqqa o'rib qarasingizlar. Men sizni odatga odam emasligingizni bilgan. Cho'qim siz